katta hajlarga olib borishni Alloh o'zi nasib qilsin. Onajon, nima kamchilik? Hammangiz yaxshimi? Kamchiligingiz yo'q? O'zingga shukr. Shunday kunlarni ko'rsatib qo'yganingga shukr. Allohim, mana farzandim shu yerlarda ishlayapti ekan, martabalarni baland qilsin, yuzini yorug' qilsin. Elga doim shunaqa chiroyli, yorug' yuz bilan kulib xizmat qilishga qodir qilsin. Allohim, hammamizni farzandlarimiz ota-onasini rozi qiladigan farzandlardan bo'lsin. Alloh, men ham bu farzandlarimdan roziman. Juda chiroyli mana qarashyapti. Bu o'tirganlar hammasi birga ishlagan bizni hamkasblarimiz. Bularni ham oilalarini tinch qilsin. Allohim, bugungi kunimizni hammamizga xayrli, barakotli kunlardan qilsin. Qilayotgan ishlar xayrli bo'lsin. Shunaqa chiroyli farzandlarni Mohidlab ham tarbiyalagan, yoshligidan bilamiz bu bolalarni. O'zi bular bo'ladigan bolalar. Xudo xolasa bundan buyog'iga ham Allohim omadlaringizni bersin. Ilohim, qilayotgan ishlaringiz xayrli bo'lsin, barakali bo'lsin. Onangizni hurmat qilib, mana chiroyli qilib olib yursizlar, Alloh sizlarni hurmat qilsin. Ilohim, sizlar ham bolalaringlardan ko'ringlar. Shunaqa chiroyli kunlarda, chiroyli davralarda, chiroyli dasturxonlarda, atroflarida qatorlarimizdan xato bo'lmasdan birgalikda uzoq yillar yurishlikni Alloh nasib qilsin. Mohidlab ham tan-jonlari sog' bo'lsin. Ilohim, bolalarini baxtini, rohatini, kamolini ko'rsin. Katta hajlarga olib borishni Alloh o'zi nasib qilsin. Allohim, Rabbana atina fid dunya hasana va fil akhirati hasana va qina azabannar. Bi rahmatika ya arhamar rohimin.